Assalomu alaykum 10-sinf o'quvchilari. Bugun geografiya darsidan onlayn darsimizni boshlaymiz. Geografiya fanidan o'tiladigan mavzumiz xo'jalik tarmoqlarining joylashuv omillari. Bir-birimizga yaxshi kayfiyat tilagan holda darsimizni boshlaymiz. Darsimizning maqsadi: aziz o'quvchilar, dars davomida xo'jalik tarmoqlarini omillari haqida bilib olasizlar. Tarmoq omilining insoniyatga ko'rsatgan ta'siri haqida tushunchaga ega bo'lasizlar. Darsda faol bo'lib, olgan bilimlaringizni hayot davomida qo'llay olasizlar. Jahon xo'jaligida 17-19 asrdagi sanoat to'ntarilishigacha agrar, ya'ni qishloq xo'jaligi tuzilishi yakka hukmron edi. Unda moddiy boylikning asosiy manbai qishloq xo'jaligi va u bilan bog'liq tarmoqlar bo'lgan. Xo'jalik tarmoqlarining joylashuv omillari bir qancha sinflarga bo'linadi. Birinchisi hududiy omil, ikkinchisi iqtisodiy geografik o'rin omili, uchinchisi tabiiy sharoit resurs omili, to'rtinchisi transport omili, beshinchisi mehnat resurslari omili, oltinchisi hududiy to'planish omili, yettinchisi ilm-fan talablik omili, sakkizinchisi ekologik omillari. Birinchisi hududiy omil. Hududiy jamiyat geografik muhitining muhim qismlaridan biridir. Hudud qancha katta bo'lsa, tabiat resurslari shuncha boy, xilma-xil bo'ladi va aholini hamda ishlab chiqarishni joylashtirishning turli xil variantlari shuncha ko'p bo'ladi. Bu narsa birinchi galda Rossiya, Kanada, Braziliya, Avstraliya, AQSh, Xitoy, Hindistonga tegishli. Bu hudud katta mamlakatlar odatda ayrim yirik qismlarga bo'linadi. Iqtisodiy zonalar, yirik hududlar va hududlar. Ikkinchisi, iqtisodiy geografik o'rin omili. Bu tushunchani fanga Baranskiy hammadan to'liq asoslab bergan. U iqtisodiy geografik o'rnining asosiy 4 xilini ajratib ko'rsatgan. Birinchisi markaziy o'rin, ikkinchisi ichkarida, ya'ni chekkada joylashish, uchinchisi qo'shni joylashish, to'rtinchisi dengiz bo'yidagi joylashish. Iqtisodiy geografik o'rnining bunday bo'linishi mamlakatlarga, rayonlarga, shaharlarga nisbatan qo'llanishi mumkin. Markaziy va dengiz bo'yida joylashganlik iqtisodiy geografik o'rnining qulay xususiyati hisoblanadi. Ichkarida, ya'ni chekkada joylashganlik iqtisodiy taraqqiyotini sekinlashishi mumkin. Qo'shni joylashganligi ta'siri juda ko'p jihatdan davlatlar o'rtasidagi munosabatlarga bog'liq. Dengiz bo'yida joylashganlik hamma vaqt ham iqtisodiy geografik o'rnining qulaylik belgisi bo'lib kelgan. Uchinchisi tabiiy sharoit resurs omili. Sanoatlashtirishlik ilk bosqichlarida tabiiy resurslar birinchi galda foydali qazilmalar geografiyasi og'ir sanoat joylashtirishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Dunyoning shimoliy hududlarida juda katta maydonga ega. 20 million kilometr kvadrat, buning 11 million kilometr kvadrat qismi Rossiya shimoliga to'g'ri keladi. Dunyodagi materik sayozliklari 31 million kilometr kvadrat maydonga ega. Materik sayozliklarini o'zlashtirish 90-yillarning boshiga kelib dengiz neftining butun jahondagi neft qazib chiqarishdagi salmog'i 1/4 qismiga yaqinlashtirildi. Gaz qazib chiqarishda esa dengizdagi gazning salmog'i 5/1 qismiga yetkazdi. To'rtinchi transport omili. Bu omil ishlab chiqarishni joylashtirishga deyarli hal qiluvchi ta'sir ko'rsatar edi. Aloqa yo'llari va transport vositalarining mukammallashtirilishi transport xarajatlarini ancha kamaytirishga olib keldi. Shu bilan birga transport inqilobi ixtisoslashgan yirik ishlab chiqarishlarining mahsulotlarini minglab kilometr tevarak atrofga chiqarishga, aholining siljib yurishini kuchaytirishga, ishlab chiqarishning dengiz bo'yiga siljishiga, tabiiy resurslarini ishlab borishiga, yangi hududlarni o'zlashtirishiga imkoniyat tug'dirdi.
Rossiyada Baykal-Amur magistralining bunyod etilishi resurslari, ya'ni hududlarini o'zlashtirish bilan bog'liqdir. Kanada transport qurilishlari dastlabki biri resurslariga yo'l deb ataldi. 5. Mehnat resurs omillari. Bu omil ishlab chiqarish joylashtirishiga va xo'jaligining hududiy tarkibiga ham katta ta'sir ko'rsatgan va hozir ham ta'sir etyapti. Janubiy va janubiy sharqiy Osiyoda juda ko'p arzon ishchi kuchi ega bo'lgan hududlari Yaponiya, G'arbiy Yevropa va AQShdan sanoatning ko'p mehnat talabi qilingan tarmoqlari kirib kelgan asosiy markazlari bo'lib qoldi. 6. Hududiy to'planish omili. Ishlab chiqarish korxonalarining ko'lamining kattalashishi bilan ifodalangan to'planishi katta iqtisodiy samara berdi. Yirik sanoat markazlari, tugunlari, hududlari, transport tugunlari, shahar aglomeratsiyalarida ishlab chiqarishning to'planishi bilan bog'liq ravishda xo'jalik va aholining ham hududiy to'planishi ro'y berdi. Ishlab chiqarishning tarqalishi kichik, o'rtacha korxonalar, mitti zavodlar, mitti GESlar va hokazolar qurilishi xosdir. 7. Ilm-fan talablik omili. Fan-texnika inqilobi davrida fan-texnika bazasi ishlab chiqarishni joylashtirishning tobora mukammalroq omilga aylanib bormoqda. Bu hol birinchi navbatda ilm-fan talabining yangi tarmoqlariga taalluqlidir. Bunday tarmoqlar yirik ilm markazlari, katta shaharlar va shahar aglomeratsiyalarida joylashadi. Ixtisoslashgan ilm-fan shaharlari vujudga keladi. Ba'zi mamlakatlar uchun ilmiy tadqiqotlarning hududiy kuchli markazlashuv xos bo'lsa, boshqa mamlakatlar uchun aksincha ularning tarqalganligi xosdir. Rossiya ilm tadqiqotlarining asosiy markazlari Moskva, Sankt-Peterburg, Novosibirsk, O'zbekistonda Toshkent, Fransiyada barcha ilmiy xodimlarining yarmi Parijda to'plangan. Yaponiyada esa Tokioda, Bolgariyada, Sofiyada, AQShda esa asosiy ilm tadqiqotlari butun mamlakatlarda tarqalgan. 8. Ekologik omil. Ilgari ham mavjud bo'lgan bu omil fan-texnika davrida alohida ahamiyat kasb etdi. Eng sanoatlashgan va urbanizatsiyalashgan joylar, yer va suvning yetishmasligi, sanoat chiqindi va oqovlarining tozalashga xarajatining oshib borishi, atrof muhit holatining umumiy yomonlashishi, bu yerlarda ishlab chiqarish hamda aholining bunday dunyoga to'planishini chegaralovchi muhim sabablar bo'lib qoldi. Ayrim hollarda bir qancha ishlab chiqarishlar boshqa joylarga ko'chirildi yoki butunlay to'xtatildi. Aziz o'quvchilar, bugungi mavzumiz shulardan iborat edi. Mustahkamlash uchun quyidagi savollarga javob berishga harakat qilamiz. Xo'jalik tarmoqlarining joylashuv omillariga fan-texnika inqilobi qanday ta'sir ko'rsatadi? 2. Hudud kattaligining hududiy omiliga ta'siri qanday? 3. Iqtisodiy geografik o'rni omilining asosiy 4 xiliga ta'rif bering. 4. Tabiiy sharoit resurs omiliga inson omilining qanday ta'siri bor? 5. Savol. Mehnat resurslarining jamiyatga ko'rsatgan ta'siri qanday? 6. Savol. Hozirgi kundagi ilm-fan talabining yutuq va kamchiliklari nimalardan iborat? 7. Savol. Ekologik omillarning atrof muhitiga ko'rsatgan ta'siri qanday? Aziz o'quvchilar, bu savollarga aniq javob berasizlar degan umiddaman. Uyga vazifa konspekt qilib so'zlash, savollarga javob berish, mavzuda ko'rsatilgan har bir omillarga misollar yozish.